xanımlar, bugun tutgan dersimiz tavuz demlik çokumuz. Birinci basqıçımızda tavuzumuzun urqini adalıp alamiz canımlar. 300 gram tavuz kıymisi tayyorlab olamiz. Qizlar çokum qip-qizil go'shi bor yedim qilinglarjimi? Urq chiqib qolmasin canımlar. Qizlar urqini evatimizjimi? Ha qizlar, o'lchamni cho'ngaytib 2 keslisanglar bo'ljimi canımlar? Qizlar, tavuzning urqini yaxshi adalab bo'ldim. Endi ezish mashinalar bo'lsa, ezib olsanglar bo'ldi. Bo'lmasa chanib olsanglar bo'ldi canımlar. Eng yaxshisi ezish mashinasi ezib olsanglar bir xil sifatga chiqadi, ha. Qizlar, mana bir ushaq deb olaylik, ha. Qizlar, andiki ezib olgan. Ha qizlar, urqini ayirib etgan tavuzimizni meva ezish mashinasiga solib olamiz. Ezish mashinalar bo'lmasa canımlar, o'zinglar to'g'ri ezib olsanglar bo'ldimi? Qizlar, ezib olamiz, ha, mana bu o'xshash qilib. Qizlar, andiki limon suyimizni to'kib olamiz, ha, 2 qoshiq limon suvi qo'shib olsanglar bo'ldi. Andiki qizlar, hasal, 30 gram hasal. Yoki shakar ishlasanglar bo'ldimi hasalning o'rniga? Ha qizlar, hasal bilan limon suyini quyib bo'lgandan keyin-chi, yana bir qatim chaldiryapmiz, ha. Ha qizlar, qaranglar, mushundaq bingor qilib, cho'kimiz qilib qo'yib olamiz, ha, mushundaq chiqadi. Boshqa xil holatdagini olsanglar bo'ldi canımlar, ha. Ha qizlar, cho'kimiz qilpiga quyib olamiz, ha. Oldirmay qo'shimiz to'kilib ketadi canımlar. Qizlar, quyib oldim, qaranglar, bek chiroyli holatda chiqadi, ha. Ondan og'zini ching etib, pinshang yoki to'nglatqiningki to'nglatib bilimiz deb qo'yamiz canımlar, ha. Ha qizlar, qaranglar, cho'kimiz qilpiga sep bo'ldik. Mush holat chiqadi. Ondan keyin to'nglatqiga sep qo'yamiz. Taxminan 5 soatdan keyin iste'mol qilsak bo'ldi canımlar. Bugungi darsimiz musha tamam. 5 tal cho'kimiz chiqdimi canımlar? Hozirgi o'lchamda 5 tal cho'kimiz chiqdi. Ha qizlar, qaranglar, 5 soatdan keyin to'nglatqidan oldim. Mush holat ketdi. 5 minut tug'izib o'tgandan keyin olamizmi? Pinshangdan elib 5 minut tug'izib o'tgandan keyin olsak mush holat chiqdi. Qaranglar qizlar, bek chiroyli mush holat chiqdi. Bugungi darsimiz musha tamam.